Doksim. Men u qizni taniyman, lekin yo'q salom ali. Ko'chada ko'p ko'raman, asosan kunduz mahal. Ujuda sodda qiz, og'ir bosiq xayoli. Uyat andisha degan gaplarga qilar amal. Yigiti yo'q uni, oshiqlari ko'p biroq uni hurmat qiladi hatto babnik xuligan. Sochlari qop-qora-yu ko'ylagi va ko'ngli oq. Menimcha nazariyam to'qishmas boylar puliga. Men unga hirs nazarda qaramayman shahvoniy. Chunki qaddi qomatim berkitadi keng libos. Qani shu qizga yetsam deb orzu qilaman oni. Lekin bu farishta qizga o'zimni ko'rmayman mos. To'qnash kelib qolsak u yer chizib o'tar nigohi. Uyaladi hattoki salom deyishga, sochlarini asta silab to'g'irlar nozik barmog'i. O'qaygadir shoshadi, o'qishgami yo ishga. Ko'zlariga boqsam agar ibo hayo andisha bor. Kim bu qizga yor bo'lsa agar, demak unga omadi yor. Ko'zlariga boqsam agar ibo hayo andisha bor. Kim bu qizga yor bo'lsa agar, demak unga omadi yor. Kecha bitta do'stimni qarindosh akasi keldi. O'zi qo'shni tumandan mehmon ekan u bugun. Kim bilandir uyatsiz hazillar qilardi, telda oldimizda gaplashardi, qizni so'kardi nuqul. Nihoyat suhbat tugab gap boshladi tirjayib. Bu qushcha mahallendan paxodi san taniysan. Uni maqtanish toni borar edi kuchayib. Telefonda rasmlar bor, ko'rsataman xohlaysanmi? Ne ko'z bilan ko'rayki men hurmat qilgan o'sha qiz. Yotardi bir ahvolda suzib ko'zin shahvoniy. Hayron bo'lib qolgandik do'stim bilan ikkimiz. Yarim yalang'och qoldi o'sha ibo xayoli. Bu nimasi? Muzladim bir zum karaxt. Shumidi bizlar bilgan o'sha go'zallik tabiiy. Shayton mazax qilardi, xandon otardi ablah. Do'stimni qarindosh uylangan ekan simbolik. Ko'zlariga boqsam agar endi undan qilaman or. Kim bu qizga yor bo'lsa agar, demak unda peshona sho'r. Ko'zlariga boqsam agar endi undan qilaman or. Kim bu qizga yor bo'lsa agar, demak unda peshona sho'r.